Podvolga suriladigan kadrovka beryapmiz. Mana g'ildiraklar qo'yganmiz, 4 ta g'ildirak. Mana bunisi 3 ga 3 profil ishlatganmiz. Bu yog'iga bo'lsa 1,5 ga 1,5 profil. Bu yog'i ramasi bo'lsa yana 3 ga 3 profildan ishlatib o'rganmiz. Pastda esa 2 ga 2 profil ishlatganmiz. Bu yog'iga esa lazerli gullar ishlatib o'rganmiz. Xo'p, bunda bilmaganlar uchun, bilganlar uchun emas. Mana bu tomoniga ham shunaqa rels qilganmiz. Bu ham 1,5 ga 1,5 profil, pastda esa uni tagida 3 ga 3 profildan. 3 ga 3 profildan oyoq qilib o'rganmiz. Nimaga desangiz, mana bu g'ildiraklarni agar devorga taqaladigan bo'lsa, bu devorga yopishtirib qo'yadigan bo'lsak, g'ildirak yopishib yurmay qoladi. Shuning uchun g'ildirak uzoqlatish maqsadida mana shu oyoqchani yasaganmiz. Buni endi o'zingiz xohishingiz necha santimetr qilishingiz, biz esa 3,5 santimetr qilgan ekanmiz. Bu bilan qo'shilganda 6,5 santimetr bo'lyapti. Balandligi esa общийsi 10 santimetr bo'lyapti. Xo'p, buni o'lchamini mana devordan hisoblaganimizda 3,5 santimetr. Biz 104 qilishimiz kerak edi, hali joyiga qotirilmagan. 104 santimetr joyga yasaganmiz. Xo'p, tepadagi suriladiganni rolikdagi kadrovimiz 101 santimetr qilganmiz. 101 santimetr. Ukloni esa 8 santimetr qilingan. Bu yog'i 8 santimetr baland. Xo'p, endi bu yog'ini ko'rsatamiz. Bu surilmaydigan joyi 2 profildan yasaganmiz. Bu mustahkam bo'ladi, 2 ga 2 ham bo'ladi. Xo'p, bu yog'ini 11,5 santimetr qildik. Ko'rinayotgan bo'lsa, 11,5 santimetr qilganimiz nimaga? Bunda ham leksan qotirlari, leksan mana shu 11 santimetrgacha, 10,5 santimetrgacha olib kelsak, tegmaydi bunda. Bu tomon ochiladigan tomoni kichkinaroq bo'ladi. Buni ko'pchilik biladi. Bilmaganlar uchun bilmaganlar uchun bo'lyapti bu videomiz. Xo'p, yog'ini devorga taqaladi, 120 santimetr leksan qo'ysak yoki 118 leksan qotirsak ham bo'ladi. Ichidagisini esa xo'p, tepaga taqaganimizda mana 116 santimetr leksan qo'yadigan bo'lsak, bir-biriga xalaqit bermayapti. Bemalol ochilib yopiladi. Xo'p, yana nima ko'rsatsak bo'ladi? Mana bu orqa tomoniga profil o'zidan balandroq qilib turib tormoz qilib o'rganmiz. Mana bu g'ildirak kelgan paytda taqaladigan qilib turib. Tepa tomoniga xuddi shunaqa ishlatganmiz. Tepadagi oyog'ini devorga emas, buni o'ziga qotirganmiz. Bu hali joyiga qotirilmagan. Joyiga olib o'rnatayotgan paytimizda svarkalab olamiz. Mana shunaqa, xuddi shunaqa oyoqdan yasab, ramasiga qotirib olganmiz. Xo'p, buni balandligiga, o'lchamiga keladigan bo'lsak, mana bu yoqda ko'rsataman. Yerdan balandligi 50 santimetr past tomoni bo'lyapti. Bizga nolimiz 50 santimetrda bo'lyapti. Bu yarmigacha ochilgan paytda, mana bu yoqni ko'rsatadigan bo'lsangiz, mana 50 santimetr balandlik mana shu yerga kelgan paytda zina pastga ketgan bo'ladi. O'rta bo'yli 180 santimetrlik bo'yli odam bosh tegmaydi mana shu balandlikda. Endi buni balandligi zinani tik yoki qiyaligiga qarab kelib chiqadi. Bizda buni lazer gulimizni o'lchamini qanday chiqarganmiz? Mana bu 50 santimetr dedik, 50 santimetr. Xo'p, 50 santimetrdan keyin bunaqasiga metr tushirgan bo'lsak, g'ildiragimiz kelyapti, relsi bilan birgalikda 7 santimetr bo'lyapti. Profilimizga 3 santimetr ayirib o'rganimizda 10 santimetr bo'lyapti mana shu oraliq. To'rtlik profil ishlatadigan bo'lsangiz 11 santimetr bo'ladi. Uni qanaqa o'lchamdagi profil ishlatishingizga qarab hisob-kitobini chiqarib olaverasiz. Pastiga biz 2 ga 2 profil ishlatganmiz. Pastda ozgina joy qolishi uchun. Buni ham o'lchamini qanaqa profil ishlatishga qarab chiqarib olsangiz bo'ladi. Shunda bizda 10 santimetr profil bo'lyapti. Undan keyin esa bu yoqdagisi 2 bo'lyapti, 12 bo'lyapti. Past tomonidan esa 8 santimetr ayiryapmiz. 10 santimetr. Bu yoqdan 10 santimetr. Shunda bizda o'rtada 30 santimetrlik lazer gulga joy bo'lyapti. Bo'ldi? Xo'p, buni o'rnatgandan keyin yana bitta video qilamiz. Batafsil o'sha paytda ochilib yopilishlari bilan ko'rsatamiz. Hozir bu video qilganimiz
bunaqa surilib ochilib yopiladigan podvalga kodировка qilmagan, endi qilmoqchi bo'lgan ustakalarimizga bo'ladi. Bilganlar uchun emas, yana bir marta aytyapman. Buni hozir video qilayotganimizning sababi mana bu svarka qilingan holatda, tachit qilingan, hali kraska qilinmagan holatda ko'rinsa, ko'pchilik uchun tushunarli bo'ladi. Odatda biz kraska qilingan holatida ko'ramiz, tushunishimiz ozgina qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun biz hozir video qo'ydik kraskadan oldin. Hammaga rahmat, kuzatib borganlaringiz uchun. Foydali bo'lgan bo'lsa xursand bo'lamiz.